Ba'zi gaplar nayt urulluq, ammo poq foydasi yo'q. Mushunda deydiganlar nayt optikdi hozir. Sizlarchi mush gap to'g'rimi? Rastullah mushundaq burundan qolgan olim, faylasuf danışmanlarimizning o'z hayotida mujassamlab bizga qoldirib ketgan shu ahliyat so'z, maqol tamsil, hikmatli so'z idiomlarning bugungi zamonga kelib haqiqatan poq foydasi yo'q bo'lib qoldimi? Meningcha shundaq deganlarning o'zi poqni o'ttirdan ish qila olmaydiganlar. Muvaffaqiyatchi bilan mag'lubiyatchining bir farqi harakat o'xshamaydi. Muvaffaqiyatchining har vaqt bir chorasi bo'ldi. Mag'lubiyatchining har vaqt shundaq bir bahonasi bo'ldi. Voy tirishish kerak, voy o'rganish kerak, kitob o'qish kerak, badan chiniqtirish kerak, o'zimni o'zgartirishim kerak. Lekin uy kirib, siyib kirib uxlash kerak. Shundaq-ku, bundaq qilsang san shu zukam darsini belak hech nima foyda qilmaydi. Shu sen shundaq isil ahliya gaplarning aktiv energiyalik gaplarni anglagandan keyin shuningga yetarlik bir harakat qilib beqishing kerak. Kulaq anglab kallan shundaq hayajonlandim, vah andaq tirishib, mandaq chiniqib, mushkul deganni chiqirib, bilim deganni o'rganib, pul degan tep degan xiyolni qilib, siyib kirib uxlab qolmaymiz. Şunun yeterlik hem de harakat qilib baqimiz. Shindong buru, shindong deydi. Yani bizdimi harakat, berkat. Yatqan uçurmaz, hech nima, manganga putlashar her nima debdike. Şu poq foydasi yo'q deganlar, sen şu gaplarni anglab, ko'rib qanchalik harakat qilding. Şu anglagandagi hayajondan harakat bosqichiga o'ta oldingmi degan gap bor menda. Shunga aktiv holatda harakat bosqichiga o'tib beqishimiz kerak. Bir qadamdan bo'lsin mengib beqishimiz kerak. Mazmunni yoqtirgan do'stlar, meni qo'shib olib bir dona yaxshi yurak urib qo'ysanglar, rahmat.